Ana xudo xolasa qassob boyamiz shitir pulni sanayapti. Hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechta qo'shqor baraka qildingiz? 7 million 300 ming so'm bo'ldi. Hozir. Mana 7 million 300 ming so'm bo'lib ketdi. Mana shitir sanalyapti. 7 million 300 ming so'm. Boqishgami endi olamiz? Boqishga nasib. Sotishga, tirikchilik. Ha, tirikchilik. Gap yo'q. Mana qo'ylarga bitta baho berib qo'yaylik. Badani yaxshilari ekan, ha. Boqish kerak ekan bular. Ha, boqishga. Boqish kerak ekan. Ariq ekan faqat. Qassob bu jin bersa yaxshilar. Ha, darakchi o'qimasa. Ha. Ketdimi, barakami? Ha, baraka. Gaziga gazli ekan. Bu tushordimi bu? Ha? Tushordimi bu? Yo'q, qo'zi. Bular hali ko'p yeyish kerak ekan. Mana. Badani bo'ladi, yomon emas, lekin so'yib bo'lmaydi-da. Ha, shunday, ana shunday. Samarqand Pazdarxon juma Molqo'y bozoridamiz. Xudo xolasa hafta kuniga shanba, hurmatli kuzatuvchilar. 2026-yil nasib bo'lsa 7-fevral. Mana. Hormang qolib yaxshi. Nima deyapsiz qo'ylarga? Bahosi. 4,5dan 4,5 milliondan baho qo'yildi mana shularga. Bir joyga 3,5dan, mang. Necha so'rab? Bir joyga 12,5 so'rab. 12,5 4 milliondan baland tushyapti ekanda, demak. Ha, 4,8 bittasini shu 4,5 so'rayapti ekanda. Tipa, shu bir joyga qisqasi. Qani. Qancha baraka bo'ldi aka? 14,5. 14,5? 14,5 navosi baraka bo'ldi. Qo'chqorlar boqish kerak ekanda. Hop, badanchasi ham yaxshi ekan. Oxirgi. Mana endi bundan buyog'iga mana Xudo xolasa Ramazon oyi kelyapti, muborak oy. Alloh nasib qilsa, bitta yarimta so'yadigan akilarimizga tavsiya qilib qolamiz. Ozgina yemini beradigan bo'lsak, mana shu oxirlariga borib so'yursa bo'ladi. Lekin badani shunday ham yaxshi, shira badan, chiroyli. Mana, charchamang qolib, ishingizga olmang. Mana Arashani Idilboy qo'chqor qiziqqanlar uchun mana Xudo xolasa. Bu ham sizdanmi? Buni nechiga bermayapsiz? 6,5 millionga yo'q. Tushi tusoqmi? Shoriga chiqdimi? Shoriga chiqdi. Dastavkasi ham ayting nomerni. Nomer. Ayting nomerni. 88lik. Xo'p. 915 0333. Aytilgan raqamlarga bog'lanaveramiz akalar. Mana. Keyingilarga hormanglar yaxshimiz. Mana, qayerda qo'ylar aka? Rizodan kelib. Nechidan aytyapsiz? Bo'pti, Siroj aka charcham. 6dan baho aytyapmiz. Kelishtirib ayting aka. Kelishtiribdi. Nechidan so'rayapti bular? Bir joyda 53 qildi bermadik. 5 million 300 ming so'mdan bir joyga so'rayapti ekan, bergani yo'q ekan. Mashhurlarda Bo'ldi. Qani. Badani qanday aka? So'yadiganmi? So'yadigan ekan mana. 6dan deyapmiz, 5,5dan qilyapti. 6 milliondan baho qo'yilyapti, 5,5dan so'rayapti. Bergani yo'q. Aka, necha kilogramm bor deysiz, sahning kilogramm? Bu sheriklari 45 kilodan bo'ldi. Bugun qo'y ko'p tushibdi, ha? Shunga narxi sal yengilroq ekanda. Ayting nomeringizni, mabodo oladiganlar suyishga bo'ladigan akalar mana shu. 93lik 93lik 090 090 88 Hop, 55. raqamlariga bog'lanamiz. Manzil Moskva kolxoz, o'zimizning shu yerda ekan, yaqin ekan. Charchamaysiz. Mana. Mana bizda Rinat tog'a. Assalomu alaykum. Assalom. Taxta bozorida ham yoradi, Qo'y bozorida ham yoradi. Qanday bo'lyapti? Tog'a, ishlar yaxshimi? Turto bir joyga. Necha so'radi? 19,5. 19,5. Donaga necha puldan so'rayapti? Donaga 5, 47, 45 ham so'rayapti. Aralashtirib 4 millionligi bormi, yo'qmi? so'rayapti. Yo'q, ha, 4 million. 4 millionligi yo'q mana akalar. Bo'ldi. Ha, qo'chqorda, zo'rmas. Salom deng Allohingizga. Rossiyadagilar hammaga salom. Charchamang. Rahmon tog'am keldi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Salom. Oldi qo'chqorlarni olib chiqibdi. Nomerlar. Mana qo'chqor. Ana. Boqishga kelganda aka, ha? Boqma, to'g'ri. Nechiga bermadingiz aka shuni? 5,5 ga bermadim. 5,5 ga yo'qmi aka? Gap yo'q. 6,5 deb turibman. 6,5 baholanyapti. Mana bu. Baland 5,5 deb ko'rdida. 5,5 tipa ko'rgan ekan mana. Ha, qo'y ham qimmat bo'lib ketdi. Nomerni ayting aka. 90lik. 90lik
212 212 0384. 084. Oladiganlar murojaat qilamiz. Manzil qayer aka? Hozir mevali. Mevalnikiga. Sog' bo'linglar. Charchamang. Qara keyin qo'chqor. Qancha savdolar bo'lyapti? Boybo. Yaxshi semirgan ekan ha. Necha so'radingiz? Bahasi qancha? 15. Ketdimi 10 million? 3,5 gektar. Nechini ko'rdi? Ko'rdimi 12 ni? Gap yo'q aka 12 million qilgan. Mana. 3 million bersang ham hozir klientim bor. 6 million beradi. Yo'q dedim, endi 30 million beradi. Mana shunisiga so'radingizmi qassob aka? 6 million shunisigami? 6 million so'rayapti mana. Bu ikkovigacha bir joyda qiling endi. Olganga yarasha. Bularni ichidan bermadingiz aka mana shu ikkalasini. Buni 56 bermadi aka. 5 million 600 ga bunisi 5,5. Buni hozir so'rayapti 6 million. Aka, toza qiling shuni aka. Toza. Tozami? Bering aka. 6,5 million deyapti. Tepa. Mana bu bormaydi. 5 so'radingizmi shuni? Necha so'rayapti aka shuni? 5 million 300 bunisini? Bularchi aka? Semiz qo'ylar. 4 so'ralyapti mana. Semiz qo'ylarni oldik. Endi boqmalarni olamiz. Ana undan keyin xudo xolasa yoshlardan olamiz. Xudo xolasa. Ona bola nima deydi? Boqma shunaqalar. Yo'q bilmasa. Qormangizlar, yaxshimisizlar akalar? Charchamayapsizlarmi? Uz mana. Og'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sehatingiz zo'rmi? İşler yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Rahmat. İşlar bo'lyaptimi? Gap yo'q. Charchamayapsizmi? Bugun shogirdingiz boshqacha bo'ldimi? Ha. Ha. Ko'rmang endi. Bozor qanday bugun? Bozor bo'ladi, yaxshi. Aylanib Moliga ko'ryapsiz. qara, ha. Tomoshabin. Aha. Biz javon gapirmaymiz, yaxshi gapiramiz, ha. Nodir selaman. Nodir aka zo'rmisiz? Zo'r. Nodir aka bu silani qayerdan olgansiz aka bu qishni? Silani Qo'y go'shti yeyapti. muxlislardan, qo'y go'shidan, Anaqa qo'chqorlar go'shidan. Uylanmagan qo'chqor go'shtidan deganda. Uylanmagan qo'chqorlar bo'lar-ku. Voy 7 ga qoldimi endi jang? Jang 7 ga qoldimi? U yana tormoz beraman deymanda ular. Yo'q-a? Tortolmayapti. Tortolmayapti. Yo 8-martga qilamizmi? Cho'zib bermang Nodir aka. Yomon cho'zilib ketyapti lekin. Tortolmayapti. Ona bola qancha bo'ldi Nodir aka? Ona bola 5 million 700 ming. 5 Mana million oyna 700 bolasi. Mana. Mana aynacha. Mana. Shuni Urg'ochimi? Ha, irg'ochicha. Urg'och aka. Mana Mana. qarab soqqol olsa bo'ladi-da. Nechiga bermadingiz shuni? Yo'q, buni uyga olib boraman endi. Qanchaga oldingiz? 5 million 700 ming. 5 million 700 mingga ona bola mana tog'am charchamayapsizmi ishlab zo'rmi? Bo'ladi. Shogirdmi? Telexranitelь. Gap yo'q. Qo'shni bo'ladi. Nodir qassob, bolaligidan beri bilaman. Nodir aka ehtiyot bo'ling aka. Yana boyga pichoq olibdi. Mana aka unday qilmang lekin. Mana ikki yonda ikkita qanotchalarimda bunday turing. Mana. Gap yo'q. Qanotchalar bular. Sarlavhaga aka mana. Mana ketdi. Bo'ldi aka mana. Gap yo'q. Davay. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Charchamang. Aka nechidan bermadingiz shuni bir joyga? Uchalasini 11 bilan qilyapman, ber. Uchalasini 11 million. 1, 2 u nari tomonda uchalasini mana. Quyruq kattalari zetra. Quyruq kattani olmayapsiz. Quyruq yetib odam yo'q. Lekin eng asosiy kuch dumbada. Dumbada yeya bilganda. Gap yo'q aka, sog' bo'linglar. Charchamayinglar. Mayli, sog'. Rahmat. Ana xudo xolasi boqishga ajoyib qo'chqorlar. Ikkalani yoraydigan, gaziga cho'zimli, mana tukka dumbali, dumbasi osilganlardan ko'rsatib. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Og'a nechidan bermayapsiz bular? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Ularni 5 dan deyapman. 5 milliondan deyapsizmi aka? Kelishtirib beravering aka. Bozor nechta so'rayapti bir joyga? Bir joyga 42 dan so'rayapti. Aka, bor aka 4 milliondan ketdimi shular aka? Xalq uchun aka. Ha? 4 million 100 ming so'mdan bo'ladimi aka? Chiqarib uyga olib borasiz 4 million 200 ming so'mdan uyingizdan olib ketadi. Bo'ladimi aka? Nomerni ayting. 95lik. Xo'p. 391 391 91 91 81. Aka uyga bordi deb oyoq taraf qimmat sotmaysizmi aka? Bo'ldi aka, salomat bo'ling. Manzil Chimboymi? Charchamang aka. Qanchaga baraka bo'ldi shu? 3 million 900 ming so'mga baraka bo'lib chiqib ketyapti. Mana hurmatli kuzatuvchilar.
Hurmat aka, yaxshimisiz? Qo'ylar bitta torting aka. Mana boqaman degani uchun aka-ukalarimizga mana xudo xolasa yaxshi qo'ychalar ekan. Necha aytdingiz aka ikkalasiga? Aka ikkovini 4,5 dan deyapman, kami bor. Aka 4 dan so'rayaptimi shularni? Kamroq so'rayapti. Necha so'rayapti? 38 dan so'rayapti. 38 dan, 35 dan ketdimi bir joyga? 35 dan bera olmaymiz. Bera olmaysiz. Shundan oshsa beramiz. Bir nima 35 dan, ha? Bir nima oshsa beraman deyapsiz. Qayerda qo'y aka bu? Chimboyobodda qo'yadi. Nomerni ayting aka. 95lik Hop. 183 Aha. 2989. Aka hozir ko'pchilik yozyapti kommentariyaga. Shu uyiga boryapmiz, bahoni qimmat aytib olyapti dedi. Sizda unday bo'lmaydimi aka? Yo'q, qimmat aytib olmaymiz. 50 ming 40 ming qolsa bitta qo'yga bizlarga yetadi aka. Shunday qilib beramiz, yengillashtirib. Mana akalar, ko'raverasizlar mana. Mana onaxonimiz ham qo'y olishga chiqdi. Nechiga oldingiz shuni aka? Qassob aka, siz katta qo'chqorlar ovlayapsizmi? Nimami kichkina sabab? Bo'lmadimi? Go'sht nechiga chiqdi? 135. 135 sotilyaptimi? So'yilishi-chi? 25-20. 25-26. Nechi bo'ldi aka ikov? 4,5 dan oldingizmi? Aka nechi bo'lsa berasiz ikkovini bir joyga? 8 bo'lsa beraman. 8 bo'lsa beraman dedi. Yaxshimisiz? 8 million demang aka. Ikov 7 million bor aka. Yo'q, yuziga ham so'rayapti, berganim yo'q. Yuziga ham. Qo'y bugun ko'p. Aka bunisiga nechi so'rayapti mana shuni? Aka bir joyga so'rayapti. 9 million bor aka. Ketdimi aka? 9 million 100 ming so'm bo'ladimi? Ancha aka. 9,5 bo'ladimi aka? 10 ni xohlayapsan? 10 million bor aka. Boqsang aka 10 million. Ketdimi 10 million aka? Boqishga. Quloqlari bitdimi aka? Mana 70 kun, bu yoq 90 kun, 100 kun bor aka. Xudo xolasa ro'zaga 100 kun bor. Nasib bo'lsa qurbonlikka. Nasib bo'lsa bering aka. 10 million toza. 10 millionga yo'q. Mana. Boqmalarni ko'rsatib o'tyapmiz mana. Boqish uchun qo'chqorchalar qulog'i butun shu atrofdagi. Shu yerda bu. Boqma qo'chqorlarni oldik. Endi mana xudo xolasa yakka sog'liq ona bola bo'g'ozlarini ko'rsatamiz. Qormang tog'a yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'lik. Yaxshi, rahmat. Necha aytdingiz ikkalasiga? Bunisi 4,5, bunisini 5,5. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz bunisi. Bunisi bo'g'oz, bunisi yakkaga. Bunisi yakkaga. Necha so'radi? Ikkovini sir bo'lmasa. Bunisini 5 million 200 so'ra. 5 million 200. Bunisini 4 million. 4 million, ha? Aha, ikkov 9 million 200 so'rayapsiz-da. 9 millionga bor baraka qilamiz bir joyga. Yirib beramiz, oxir bozorga. Kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Qayerda qo'yib bu? Zarafshon. Zarafshon. Mabodo sotmasangiz, uyni sotamizmi? Sotamiz. Ayting nomeringizni, yaxshi qo'ylar ekan. 91lik 91lik 556 556 66 12. 66 12. Zarafshondagi akalar. Bitta tuqqan, ikkinchi tug'moq bor. Ikkinchi tug'ishga, birinchi tug'ishga. Mana osini bitta qo'chqor qo'shib qo'ysin yoniga, ha? Ko'paytirib 10 taga bir qo'chqor qo'shsa yaxshi bo'ladi. Charchamang og'a, kayfiyatingiz. Tushirmang, sotasiz, xudo xolasa bugun. Aka, egiz bo'lami bu? Mana, chempion qo'ycha mana, xudo xolasa. Egiz aka mana, gap yo'q aka. Egizni necha baho qo'yyapsiz aka? 12 million $1000. Aka, 1000 aytyapsiz, ha? 1000 aytyapsiz. Kami bor. Mana, kami bor. Kelishayotgan joylar bor. Qo'chqormi bola aka? Biri qo'chqor, biri urg'och, bir qo'tam. Zotiga nima? Bitta tartib aka, mana quyoshga chiqaring buni. Zotimi? Mana. Qarashan deydi. Qiltiqchimmi? Qiltiqjon aka, chesti. Tikka dumbacha, mana, hozirroqdan jiqqaroq aka. Lekin gap yo'q. Aka, nechini ko'rdi? Realni ayting, yolg'on gapirmaysiz siz. 10 million so'm so'rayapti aka. Bermadingiz, ha? Ertalab 10,5, hozir 10 million so'm so'rayapti ekan, bermayapti. Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi. Aka, nomerni ayting. 94. Xo'p. 240 Aha. 9706. Aytilgan raqamga siraz aloqa chiqamiz. Aka, uyga olib ketasizmi endi buni? Ha? Uyga olib ketasizmi? Ha, ya sotayap buni qo'ying. Charchamang. Davay. Mana. Hormang aka, yaxshimisiz? Bo'g'oz emas bular, ha? Bo'g'ozmi? Necha so'radi aka ikkalasini? 8,5. 8,5. 9,5 deyapsiz. Birinchi tug'ishga yosh qo'ylar. Nasib bo'lsa 10 yil huzurini ko'rsatadi. Xizmat ko'rsataveradi. Mana kelishtirib aytay aka. 9 bo'lsa beraman. 9 bo'lsa berasiz. 9 bo'lsa beraveradi. Mana yoshi o'tgan qo'ylar, ha? Yo'q, yosh o'tmagan. Bo'g'ozmi emas? 4 kishi bo'lgan bari. 4 kishi bo'lgan ekan. Bola tiyadi. Bola tegaydi degan. Mana. Shunimi bular? Choriga chiqqan ekan. 2 tug'gan ekanda, 2 shu atrofda. Nechidan bermadingiz aka? Suyakli qo'ylar ekan. 48 dan yo'q. 48 dan. 4 million 800 dan mana.
Bir joyga so'rayapti. Bir joyda so'rayapti. O'zimizda jaydari bo'lganda ham katta qo'ylar ekan. Yaxshi bo'lsa. Bir joyda bo'lsa yana kechtirib beramiz. Ayting nomerni. Ya nomerni anaqa qilib. Mayli. Ketdik. Qo'chqorda zo'ri mana nasl uchun. Nechiga bermayapti ekan bu? Egasi telefonda gaplashadi. Nechi so'radingiz? Yaxshimisiz? Qo'chqor mana dumbaliga, gaziga ham ko'p. Yomon emas. Shu nima chiqdi bu? Shu nima ekan bu? Soliqqa chiqyapti. Nechi so'radi bugun? 12. 12 million yo'qmi? 12 millionga yo'q. Nasliga-da bu, ha? Ha, $1000. Nasliga mana. $1000 qilyapti degan yo'q ekan mana. $1000 bor baraka aka. Beramiz-da $1000 ga aka. 10 ta dollar so'rasa beramizmi? Ketadi, ha? Ketadi mana. Palvon yaxshimisiz? Charchamay beryapmiz. Nomerni ayting aka. Nomerni. Nomerni ayting. 90lik 652 657 61 raqamiga bog'lanamiz. Mana yigitlarni ham olib qo'y shuni. Egizmi? Mana akalar. Bobullar. Nechi zo'ra ekan aka? 13,5 bermayapti. 13,5 millionga mana. Shu nima ekan? Qancha? Ikkita qizi, kishak chori panji, ya'ni 3-4 tug'ishda. Mana sog'liq. Gavdasi ham yaxshi ekan. 13,5 ga yo'q. Yaxshi parvarish qilsa, ukol dorisini qilib qochib ketadi, nasib bo'lsa, shu tug'ga bo'g'ozmi? Yana bo'g'oz bu. Bolani ayirish kerak. Ayrilyapti. Nasib bo'lsa, keyingi qochishi qo'zilar bilan qochayotganda bir qo'ton bo'ladi nasib. 13 millionga yo'q. Mana. O'sha Qo'chqorda nomeriga telefon qilaverasizlar. Domla yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. O'tkirjonning ishlariga rivoj. Rahmat. Bozor qanday bugun? Narx-navo qo'y ko'p tushibdi lekin. Ko'p. Mana. Halta qo'y ko'p. Qo'y ko'p. Bozor qanday? Qimmat arzon nima deysiz? O'rtacha. O'rtacha. Bosh qimmat. Olsa bo'ladi, ha? Olsa bo'ladi. Tirikchilik qanday bo'ldi bugun? Baraka topdingizmi? Xudo shukr bo'ladi. Omadingiz Musofir bersin. yigitlarda omadini bersin. Hammaga salom. Charchamang. O'tkirjonning ishlari rivoj. Rahmat. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Omadingiz bersin. Mana xudo xolasa sifatli qo'ylar kelgan. Qo'y qilaman deganlarga tavsiya etib qo'yamiz. Qirg'izlik kelgan mana. Qo'chqorda zo'rini qo'yadigan bo'lsak, o'zini zo'rini olaverasiz tarakilar mana. Qirg'ochi ekan. Qo'chqor qo'shish kerak ekan nasib bo'lsa. Bo'z. Bundan keyingisi Qo'chqor kerak-ku. Mana. Bo'g'ozmi aka? Mana, shu nima ekan? Bormang aka, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Salom. Necha savdo bo'lyapti? Uchalasi. $1000 deyapti, 10 milliondan qilyapti, bermayapti. 10 milliondan realni berganingiz yo'q, ha? 10 million so'mdan yo'q. Mana aka. Qo'yni sifati nima deyapti? Bitta narsasiga ahamiyat beraylik. Qo'y juda ham yalpoq ekan. Kilogrammni xudo xolasa sindiradi. Bundan tushgan qo'zi ham yomon bo'lmaydi aka. Mana. Yilni sop qo'yganmi aka ular? Bittasi sog'on, ikkitasi imzolar. Kelishtirib beraman, gap yo'q deb hurmatingiz. Olay inshaalloh. Nechtasini so'radi? Ikkitasini 19,5. 19,5 million. 500 ondan 500 o'tyapti. 20 milliondan 500 ming o'tyapti. 19,5. Shu ikkovini Qazig'ida bering aka. Qo'ymadi. mana